Ana choyxona halol, Vostochniy kuxnya choyxona halal. Shu yerga kelaverasizlar, avtovokzalning yonida. Bu yoqda avtovokzal. Hamma bilsa kerak, bera oldin kelgansizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hamma sog' salomatmi, gurbatoshlar yaxshimisizlar? Hammalaringizga xayrli tong. Mana bugun avtovokzal yonidagi halol kafega ish boshladik. Osh qilamiz, sho'rva qilamiz, kelaveringlar. O'zimizning g'ijdon taomlari, Buxoro taomlari bo'libdi bu yerga. Bismillahirrahmanirrahim. O'zimizni Buxorocha usulda osh bo'libdi. Mana zig'ir yog'iga Finishga yog'i bilan zig'ir yog'ini qo'shib qilamiz. Hurmatli guruhdoshlar, mana Buxorocha osh qilamiz. Nasib etsa divonacha bo'ladi degan umiddamiz. Hurmatli guruhdoshlar, ana oshimizni sosini ham soldik. Ana bunda sho'rva qaynayapti, qaynatma sho'rva, o'zimiz Buxorocha usulda. Bu qozonda hozir mol go'shtidan jiz qilamiz. Go'shtni marinovka qilib qo'yamiz ana. Buni ham bu qozonga solib nasib etsa pishiramiz. Ana bu qozonga nasib etsa mastava qilamiz. Buni ham Buxorocha usulda qilamiz. Bunaqasi Olbryanskida bo'lmagan. Kelaveringlar, obedgacha nasib etsa harakat qilaman tayyorlashga. Oshimiz oldinroq taqviladi. Mastavani ham oldinroq taqlaymiz. Endi sho'rvamiz obedga tayyor bo'lsa kerak. Oshimizni soat 10:30 уже tayyor qilamiz. Mastava ham 11gacha tayyor bo'lishi kerak nasib etsa. Solishtirsak hozir. Kelaveringlar, biz xizmatga shu yerga. Oshimizni hozir gurunchini solamiz nasib etsa 1 soatga tayyor bo'ladi. Hozir soat 9, nasib etsa 10:30ga oshimiz tayyor bo'ladi. Ana sho'rvamiz ham qaynayapti. Obedga kelinglar, mazza qilib ketasizlar. Bugun hammani esa sveji. Ishni birinchi kuni noldan boshladik. Bu ishlar hammasi bugun kelgan. Oshimiz уже tayyor bo'ldi. Mana 10 bo'libdi. Yarim soatdan keyin ochamiz. Уже kelaveringlar. Sho'rvamiz 12ga taqviladi. Endi ozgina kechikdik bunga. Mastavamiz ham shu 12ga taqviladi. Mastavani endi solishtiramiz. Nasib etsa 2 soat taqviladi ham. Oshimiz tayyor bo'ldi ana. Pochingga ana bir 5 bor sortdik. Kelaveringlar, ovqat tayyor. Ana o'rtoqlar, sho'rvamiz ham, mastavamiz ham, jizimiz ham tayyor bo'ldi. Kelaveringlar endi. Чуть-чуть мне тоже плов, давай, чуть-чуть. Aha.
Ana mastavon gurunchi ham tayyor. Sho'rvamizning go'shtlari, kartoshka, sabzi. Ana endi mastavonani o'zimiz probaga oldik. Mana bu mastava. Ana go'shti hammasi yetarli. Ana oshimizni hammasi g'ijdoncha taomlar, buxorocha taomlar, kelaveringlar. Yoqimli ishtaha. Приятный аппетит. Спасибо.